Qozon kabob, mana men yeyman qozon kabob. Mayli. Qozon kabob. Dimlama menga ham bitta yozing. Qostobdan bu qarab turib qoldi. Hozir. Dimlama. Ha, dimlamaymiz. Dimlama. Mazali bilan ovqatlar shirshira. Keyin bizga ikkita non berasiz. Faqat qora non. Chunki biz diyetadamiz. Diyetadamiz, oq non yeya olmaymiz. Ha, qora non. Ha, qora non olib kelasiz. Qora non. Bitta. Bularga bitta, menga bitta. Lekin kechirasiz, bizda qora non yo'q-ku. Bizda faqat oq non. Men tushunmadim. Shunaqa joyga qora non olib kelsanglar bo'lmaydimi? Boshqa klientlar so'rab qolishi bor. Hozir nima deganingiz bu? Yillar davomida tutgan diyetamizni hozir sizni deb buzamizmi endi shunda? Yo'q. Siz aybdor bo'lasiz. Ha, aybdor siz bo'lasiz. Yo'q, men aybdorman. Men shunchaki qora non yo'ligini aytdim xolos. Biz diyetadamiz, qanaqa qilib oq non bilan ovqatlanamiz? Diyetdan buzish kerakmi hozir shunda bugun? Endi buzishga to'g'ri keladi. Bular aybdor bo'ladi, aziz. Lekin siz aybdor bo'lasiz. Sizni kafeingiz aybdor bo'ladi. Guvohsan, Bo'ldi. Siz aybdor. Biz majburmiz oq non yeyishga. Mayli olib keling. Mayli olib keling, boshqa ilojimiz yo'q. Ha, shu. Bo'ldi. Oq non. Ikkita non. Hop. Sizga qozon kabob bilan qora non zo'r ketardi-da.